Real Madrid Barselona uchrashuvida 2-3 hisobida Barselona g'alaba qozonganini bilasiz va u uchrashuvda bir narsaga ahamiyat berdimki, Vinicius Juniorning almashtirilganidan so'ng Real ikkinchi taymda Barselonada yaqqol ustun o'ynayotgan bir paytda ustunlikni boy berdi va shu sababli Barselona hisobni tenglashtirib qo'shimcha vaqtga o'tishga muvaffaq bo'ldi. Agar Vinicius Junior o'sha vaziyatda nima bo'ldi bilmayman, jarohat oldimi, charchab qoldimi, shu sababli almashtirildi. Agar almashtirilmaganda balki Real asosiy vaqtning o'zida Barselonani mag'lub etishi mumkin edi. Chunki Real Vinicius Junior maydonda payti ko'plab imkoniyatlarga ega bo'layotgan edi. Kylian Mbappe ikkalasi ajoyib harakat qilayotgan edi. Mana shu narsa Realning finaldagi mag'lubiyatiga asosiy sabab bo'ldi. Bu mavsum Realning jismoniy holati yaxshi emasligi ko'rinib qoldi. So'nggi daqiqalarda ko'p gol o'tkazib yubormoqda. Oldinlari Real so'nggi daqiqalarda gol juda ko'p urar edi. Asosiy vaqtga qo'shimcha vaqtlar o'tadigan bo'lsa Real raqiblarini yanchib tashlar edi. Bu safar bu yilgi Real Madrid umuman tushunarsiz.